Qanoat. Qanoat deb Janobi Haq taraflaridan inson bo'lgan ahvolga yetishtig'imiz ne'mat va molga shukur. Boshimizda kelgan faqr, musibat, falokatga chidab sabr qilmoqqa aytilur. Qanoat hasad, tama, hirs, xorlik kabi illatlarning davosi, nafsimizning g'inosidir. Qanoat bir xazinadurki, naqdinasi kundan kun ortar. Bu xazinaga ega bo'lgan kishilar umrlarini shavq va rohatda kechirurlar. Buning ila barobar qanoatsizlikdan paydo bo'laturg'on hasad degan jonning eng zo'r dushmanidan qutulurlar. Chin insonlar kishining molini, mulkini, saodatini, maishatini hasad qilmas. Qanoatdan ayrilmas, umrini rohatda o'tkarur. Inson har bir ishga kuchi yetguncha shoshilmoq, Janobi Haq taqdiridagi narsalarga nimani bersa shunga qanoat qilmoq lozimdir. Zeroki inson o'z maishatini, nomusini saqlamoq uchun fidoyi jon darajasiga borguncha sa'y qilmoqqa buyurilmishdir. Lekin bu sa'yning mashru'i har bir ishda qanoatni qo'ldan boy bermaslikdir. Olamda qanoat kabi dilni poklaydigan narsa yo'qdir. Janobi Haqning amriga itoat qanday saodat esa taqdiriga qanoat ziyoda baxtiyorlikdir. Hazrati Ali Afandimiz: dunyoda sa'y jadal ila maishat o'kargan qanoat egasi hech kimga muhtoj bo'lmagan zot zo'r boyliklar kabi rohatda, saodatda yashar demişlar. Aflotun Hakim: insonning saodati qanoatini qo'lda tutmakda. Sarvat va maishat to'g'risida Janobi Haqning taqdiriga rozi bo'lmakdadir demişlar.